Qadrli do'stlar, biz boshlaymiz. Demak, qayirmaga qarshi zarbuloqliklar o'ynashadi. O'yinni ko'ramiz. Maydonning chap tomonida ko'k liboslarda qayirma terma jamoasi vakillari va maydonning o'ng tomonida yashil liboslar ostida esa zarbuloqliklar harakat qilishadi. Hozir esa zarbuloq vakillari chap qanotdan hujumga o'tishmoqda. Yaxshi uzatma. Himoyachi xato qilishi mumkin bo'lgan vaziyat. Turnirning favoriti sifatida mana shu 10-raqam ostidagi yosh futbolchi ko'rilyapti, ajoyib o'ynayapti, harakatlarini birgalikda ko'ryapmiz va ana shunday o'yinni davomiy tarzda o'tkazadi degan umiddamiz. Va biz davom etamiz. Qayirmaliklar himoyadan darvozabonga tashlab bermoqda. Chap qanotga yetib bordi. Maydon markazidan 10-raqam ostidagi futbolchi yaxshi uzatma berdi darvozaga. Birinchi to'p tepildi, biroq noaniq. Hozir esa zarbuloqliklar himoyada xatoga yo'l qo'ymoqda, aldab o'tdi. Darvoza tomon ajoyib zarba berilgandi. Hozir 10-raqam ostidagi futbolchi hozirgina gapirib turgandim. Hozirgina maqtab turgandim. Va menimcha ana shu maqtovlarni, sharhlovlarni eshitgan bo'lsa kerak nazarimda. Va ana shunday ajoyib zarbani amalga oshirmoqda. Yon chiziqdan zarbuloq vakillari to'pni maydonga tashlab beradi. O'ng qanotdan darvozaga tepilgandi bu to'p. Uzatma emas edi albatta. Va himoyachilar sabab to'p chiqarib yuborildi. Yon chiziqdan noto'g'ri to'pning o'yinga tushirilishi. Qayirmaliklar boshidan boshlashadi. Burchak to'p ishlab oldi va hozir ko'ramiz. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Mana shunday vaziyatlardan gollarni urib ketayotgan holatlarni ko'p ko'ryapmiz. Guvohiga ham aylanyapmiz. Darvozabon noto'g'ri uzatmani amalga oshirdi va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Har ikkala darvozabon o'yinlarini ko'ryapmiz. Oldinga pas yetib borgandi, biroq darvozabon ham oldinga otilib chiqdi. Oyoqlari yordamida to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. 97-raqam ostidagi futbolchiga uzatma. Aldab o'ta olmadi. Qarshi hujum xavfli vaziyat bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatda 10-raqam ostidagi futbolchi to'xtatib qolmoqda. Hozir esa yana bir hujum. Himoyachilar to'pni ushlab qoldi. Aldab o'tdi. Birga bir vaziyatda darvoza tomon yo'llangan to'p biroz to'sin tepasidan o'tib ketmoqda hozir. Uzatmani ham amalga oshirsa bo'lardi. O'ng qanotda bir futbolchi bo'sh ketayotgandi, lekin tashlamadi, o'zi tepishga qaror qilgandi. Afsuski, vaziyatdan foydalana olmayapti va hozir yaxshi uzatmalar. O'ng qanotdan hujum, darvozaga tepilgan to'p to'xtatildi himoyachilar tomonidan. Ketma-ket xatolar. O'yinning 4-daqiqasi va bir necha daqiqalar davomida ana shunday xatoliklarni har bir jamoalarda ko'ryapmiz. Baribir maydonga moslashish, o'yinchilar bir-biriga moslashib olishi uchun ham vaqt kerak. Ular qizib olish kerak. Ular tayyorgarlik ko'rishlari yo'q va bunday holatlarni ham albatta inobatga olamiz. Hozir esa xavfli zarba birga bir vaziyatga chiqib ketmoqda. Chap qanotdan aldab o'tadi. O'zi ketmoqda. Uzatma bergandi, biroq o'tmay qoldi. Zarbuloqliklar bir-birlarini tushunmay qolishyapti o'yinchilar va buning natijasida bir qancha xatolarga yo'l qo'yishmoqda. Chap qanotdan 88-raqam ostidagi futbolchiga to'p tashlandi ortga va yana boshidan boshlanadi. Darvozaga tepilgandi bu to'p. Biroz noaniq. Menimcha to'g'ri borganda ham darvozabonni qiynamagan bo'lardi hozir. Zarbuloqliklar oldinga chiqib ketishi mumkin edi. Chap qanotdan yetib bora olmaydi. Uzatmalardagi xatoliklarni ko'ryapmiz birga. Va hozir 97-raqam ostidagi himoyachi to'pni noto'g'ri maydonga tushirib berdi. Hakam xushtak albatta chaladi, to'xtatadi va zarbuloqliklarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. 10-raqam ostidagi futbolchi o'z darvozasiga avtogol urib qo'yishi mumkin edi hozir.
bosh bilan o'ynadi va to'pni chiqarib yubordi. Yana bir xavfli hujum. Darvozabon qaytarmoqda. Yon chiziqdan to'p o'yinga tushiriladi. Oho, olislarga qarab uchgan to'p. Hujumchimi yoki himoyachimi izladi hozir. Himoyachilar xatosi sabab to'p 10-raqam ostidagi hujumchiga borib tushdi. To'xtatmasdan berilgan zarba qaytarilmoqda hozir himoyachilar tomonidan. Aldab o'tadimi? O'tadi. O'zi harakat qilmoqda, darvozaga zarba berishga ham ulgurdi. Biroq qaytarishda o'ng qanotdan hujumni ko'ramiz. O'tganida menimcha mixlardi. Ammo o'tmay qoldi. Hozir yana hujum boshlashmoqda. Qayirmaliklar o'ng qanotdan aldab o'tib ketdi. Yana uzatma, yana to'xtatilmoqda himoyachilar tomonidan. Xavfli o'yin. To'g'ri. Hakam to'g'ri qarorga keldi. Oyoq bilan noto'g'ri chiqyapti hozir 10-raqam ostidagi hujumchi. Chap qanotdan zarbiroqliklar hujumga o'tmoqda. Chap oyoqda berilgan zarba himoyachiga tegib, maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yon chiziqdan to'p yana o'yinga tushiriladi. Noto'g'ri o'yinga tushiradi va to'p yo'qotiladi. Hozir himoyada xavfli holat o'tib ketmoqda. Aldab o'tdi. O'ng qanotdan hujum davom etadi. Chap qanotga ko'chdi. Ikkita himoyachini aldab berilgan uzatma va hujum hali ham to'xtagani yo'q, davom etyapti. Yana uzatma. Yaxshi tepdi lekin. Xato. Zarbiloq o'yinchilari oldinga o'tishmoqda. Uzatma, birga bir vaziyat, zarba. Chiroyli seyf do'stlar. O'yinning 8-daqiqasiga borib shiddat ancha ortdi. Har ikkala jamoadan hujumlarni ko'ryapmiz, to'xtovsiz hujumlarni, xavfli hujumlarni ko'ryapmiz. To'pga bo'lgan kurash o'tib ketadi. Yana birga bir vaziyat. Darvozabondan chiroyli seyf, aldab qo'ygandi, shundoqqina ustidan tashladi. O'ng burchakka, pastki burchakka ko'zlangandi u to'p. Biroq darvozabon sezib qo'ydi nazarimda. Hozir esa 97-raqam ostidagi futbolchi yana hujumni boshlab bermoqda. Darvozaga berilgan zarba uzatmaga aylanib ketdi va yana bir xavfli hujum yuzaga kelmoqda. Maydon markazidan o'ng qanotga 88-raqam ostidagi futbolchi shoshgani yo'q, bemalol yuribdi, ortga tashladi. O'ng qanotga yana maydon markazidan chap qanotga to'p ko'chmoqda. Rikoshet sabab hozir darvozaga menimcha kirib ketmasdi, sababi zarba kuchunchalik ham qattiq emas. Darvozabon yetib borishi mumkin bo'lgan holat, bosh bilan chiroyli o'ynadi hozir. Gavda jihatdan 97-raqam ostidagi futbolchi ancha ustunlikka ega va bosh bilan bemalol o'ynay olyapti. Yana bir xavfli hujum. Oyoqning uchlari bilan darvozaga tepdi hozir. Biroq biroz to'p tepadan o'tib ketdi. Biroz emas, ancha edi. Va xavfli vaziyatni yo'qqa chiqarmoqda. Ana shu ko'rinishda qayirmaliklar o'ng qanotdan zarbiloqliklar katta tezlik bilan ketmoqda. To'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi va yo'qqa chiqarmoqda. O'ng qanotga to'p uzatildi. 13-raqam ostidagi hujumchi darvozaga tepib qo'ya qoldi va to'pni yo'qotmoqda. Zarbiloqliklar qarshi hujumga chiqib ketishmoqda yana. Aldab o'tdi bir futbolchidan, chap qanotga to'p ko'chdi. Nima qiladi? Albatta aldaydi va to'pni o'zlarida saqlab qoldi. Tashlab berilgan uzatmani to'xtatmasdan zarbiloq hujumchisi darvoza tomon tepdi, biroq biroz noaniq. Hozir esa yon chiziqdan qayirmaliklar to'pni yana o'yinga tashlab beradi. Maydon markazidan o'ng qanotga
Markazga o'ng qanotdan berilgan zarba darvozabonning qo'llariga tekkan holda ustunga tegib qaytmoqda. Yana gapiramiz, buni gapirishdan charchash kerak emas. Ustunlar bugun o'yinning haqiqiy qahramoni bo'lyapti. Darvozabonlar uchun nimaga? Sababi juda ham ko'p holatlarda darvoza ustuniga tegib to'p qaytib ketmoqda. To'pning trayektoriyasini hozir ko'rdingizmi, qanday bordi? Qo'l bilan otgandek bordi, biroq biroz noaniq bo'lgan vaziyat. Darvozabonni ham qiynash mumkin edi agar to'g'ri borganda. Hozir himoyada xato, lekin to'p oldirilgani yo'q. Futbolchi to'p so'radi, to'pni oldi, o'zi harakat qilmoqda va jarohat oldi nazarimda. O'yindan turadi. Yuziga qo'li bilan zarba berib yubordi yoki tegib ketdi, menimcha yon chiziqdan. 97-raqam ostidagi futbolchiga to'p tashlandi. O'zi ketmoqda, aldab o'tdi bir futbolchini. Maydon markazidan darvozaga berilgan to'p himoyachilar tomonidan qaytarilmoqda. Hujum sovumadi. O'zi oldinga harakat qilyapti. Va yana boshdan boshlash kerak. Maydon markaziga o'tmay qoldi to'p. Chap qanotdan hujum davom etadi. Maydon markazida. Yo'q, markazdan berilgan to'p edi hozir. Ko'kraklari bilan darvozabon qaytarmoqda. Zarba kuchini to'pdan chiqqan ovozdan ham bilish qiyin emas va hozir o'ng qanotdan to'g'ri yuziga zarba berib qo'ya qoldi. Men ol deganday qildi menimcha shekilli zarbiloq hujumchilari. Yaxshi o'ylangandi. Hujumchi tegmadi, o'tkazib yubordi. Darvozabon bu harakatlarni sezdi. 3-2 ko'rinishida qayirmaliklar oldinga o'tishmoqda. 10-raqam ostidagi hujumchi o'ng qanotga berdi. Aldab o'tdi, birga bir vaziyat. Yana darvozabon qaytarib qo'ymoqda. Xavfli to'plarning juda ham ko'pini qaytaryapti ana shu darvozabon. Kerak bo'lsa ko'kraklari bilan, kerak bo'lsa yuzlari bilan. Ammo eplayapti. Haloling bo'lsin degan so'zni aytmoqchimiz. Ko'p karrada ko'p aytiladi va futbolda ham aynan bu ibora hozirgi vaziyatda tushadi. Ikki himoyachidan 13-raqam ostidagi futbolchi o'tib ketayotganda qarshi hujum. Nimalar qilyapsan? Nimalar qilmoqda hozir hujumchi? Shoshdi. Burilishi bilanoq tepdi va yana ana shu futbolchi chap qanotdan o'zi harakat qilmoqda. To'pni o'zida saqlab qoldi. Yon chiziqdan to'p tashlab berildi. Yana bir bor yon chiziqdan to'p o'yinga tushiriladi. Hozir ko'ramiz. Himoyachi ishonchli o'ynamoqda va menimcha yana zarbiloqliklar to'pni maydonga tushirsa kerak. Ha, shunday ham bo'ladi. Sababi qayirma himoyachisiga tekkan holda to'p maydonni tark etdi. Hujumda xato va yana zarbiloqliklar oldinga tepib qo'ya qoldi. Ursang ur, urmasang mana senga dedi Xizashnik menimcha. Mana endi boshdan boshlaydi qayirmaliklar. Hisob ochilmadi. 0-0. O'yinning 14-daqiqasi. Birinchi bo'limda gollar ko'rmayapmiz hozircha. Darvozaga tepildi. Chap tomondan hujumchi to'p so'radi, lekin bermadi, o'zi tepishga qaror qildi va hech bo'lmaganda to'pni o'zida saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Gol. Burchakdan to'p o'yinga tushirildi. Palapartish harakatlar jarima maydonchasi ichida va zarbiloqliklar ajoyib tarzda shunday golni urib ketmoqda. Aka. Qayirmaliklar ana endi oldinga o'tsa kerak. Birinchi bo'lim yakunlanishiga hali 6 daqiqa vaqt bor. Yon chiziqdan to'p maydonga tashlanadi. 10-raqam ostidagi futbolchi to'siq ham qo'yishga ulgurdi. Maydon markazidan aldab o'tdi, chiroyli o'tdi, oyoqlari orasidan to'pni olib o'tdi. Biroq himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Yana xato. Ko'p holatlarda futbolchilar chalg'iyapti yoki tezkorlik bilan to'pni o'yinga
kiritishi natijasida ham mana shunday kichik xatolarga yo'l qo'ymoqda. Va Zarbuloq himoyasi yana boshidan boshlaydi. Maydon markaziga uzatma. Himoyachilar o'z o'rnida. Chap qanotdan Qayirmaning hujumi, yana chap qanotga birga bir vaziyatga chiqib ketdi. To'pni biroz o'zidan uzoqlashtirib yubordi hozir. 88-raqam ostidagi futbolchi hujumni boshlab berayotgan bir paytda to'p uzoqlashtirdi. Jarima maydonchasi ichkarisida xavfli o'yinni ko'rdik hozir. Qayirmaliklarning hujumini va yana boshidan boshlashga to'g'ri keladi. O'ng qanotdan markazga berilgan to'p futbolchi to'xtata olmadi. Hozir esa Zarbuloqning hujumi yaxshi o'ynadi. 88-raqam ostidagi himoyachi yaxshi qaytardi, to'pni uzoqlashtirdi, hech bo'lmaganda golli vaziyatning oldini oldi. Jon berib o'ynashyapti, kurashyapti va aldab o'ta oladimi? Yo'q. Zarbuloq himoyachilari imkoniyat bergani yo'q. Hozir esa to'xtatmasdan tepilgan to'p to'g'ri darvoza burchagiga qarab ketayotgandi, lekin yaxshi o'ynadi darvozabon. Biroq yon chiziqdan yana Qayirmaliklar to'pni noto'g'ri tushirgani sababli ham hakamlar tomonidan boshidan to'p tushirilishi kerak ekanligini aytmoqda. Qayirmaning hujumini ko'ramiz. Chap qanotdan darvoza tomon tepilgan to'p stadiondan chiqib ketishiga bir baqiya qoldi hozir. Yaxshi hamki tashkilotchilar tomonidan to'rlar ilingan, to'p chiqib ketmaydi. Hozir esa xavfli hujum, kuchli zarba. Yana bir zarba ko'ramizmi deb turgan paytimda afsuski himoyachilar to'pni uzoqlashtirib yubormoqda. Demakki, Qayirmaliklar to'xtash niyatida emas. Maydon markazidan 10-raqam ostidagi futbolchi to'pni aniq yetkazib bermoqda, biroq hujumda xato. Darvozabon to'pni ikkilanishlarsiz oldinga bor kuchi bilan tepib yubormoqda. Yon chiziqdan to'p o'yinga tushiriladi. Mana bu bola esa hozir yo'l tepadan o'ynaydi va biz davom etamiz. Ajoyib o'yinning guvohiga aylanyapmiz, biroq gollar soni ancha kam. Hech qanday o'yin qoidasi buzilgani yo'q. Gavda bilan o'ynaldi. Boya ham aytib o'tdim ushbu futbolchini. 97-raqam ostida o'ynayapti. Gavda jihatidan ustunlik qilishini aytdim va o'yinda buning natijasini ko'ryapmiz ham. Qayirmaliklar maydon markazidan davom etishadi. Xato uzatma. O'ng qanotdan hujum. Himoyachilar oladi. Chap qanotdan hujum boshlashadi. Biroq Zarbuloq himoyachilari ham biz sizdan kammizmi degandek harakat bilan to'pni olib qo'ymoqda. Yana yon chiziqdan to'pni o'yinga tushiradi hozir Zarbuloq himoyasi vakillari. Noto'g'ri uzatmalar sabab to'plar yo'qotilmoqda. Har ikkala jamoa to'xtovsiz xatolarga yo'l qo'ymoqda. Endi esa 10-raqam ostidagi futbolchi ochiqchasiga tortib qolyapti va sariq kartochkani qabul qilib oldi. Darvoza tomon berilgan to'p Zarbuloqliklarning o'zlariga tegib maydonni tark etyapti. Yon chiziqdan yana to'p tashlab beriladi. Qayirma himoyasi boshdan boshlashga majbur. Chap qanotdan katta tezlik bilan ketyapti va zarba berdi. Ochildi, ko'rdi. Oyoqning ustki qismi bilan bor kuch bilan zarba berildi. To'g'ri darvozabonning qo'llariga borib tushmoqda. Qayirmaliklar yon chiziqdan yana to'pni o'yinga tushiradimi? Yo'q. Zarbuloqliklar yaxshi uzatma, darvozaga to'p tepildi. Xavfli harakatlar, hakam to'xtatgani yo'q va biz davom etamiz. To'p maydonni tark etmadi. 97-raqam ostidagi futbolchining o'zi hujumga o'tishga harakat qildi va yana to'xtatmasdan olisdan masofa darvozabondan chiroyli sev. Olisdan berilgan zarba esa qayirma darvozasining ustidan o'tib ketmoqda. 88-raqam ostidagi
futbolchi hujumni boshlab berdi. O'zi oldirdi, o'zi oldi, tashlab berdi. 97-raqam ostidagi futbolchi zarba berdi. Himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Burchak zarbasi va yana bir burchak zarbasini hozir ko'ramiz. Xavfli vaziyat, golga tortishi mumkin. 10-raqam ostidagi hujumchi zarba berdi, biroq himoyachilar qaytarishdi. Ana endi qarshi hujum aldab o'tdi. Ikkinchisidan o'ta olmadi. Qadrli do'stlar, Payariq Oltin ligasi birinchi tur doirasidagi o'yinlar qayirma zarbadoq hisob 1-0 hisobida hozircha zarbalar foydasiga hal bo'ldi. Birinchi taym va ikkinchi taymni ko'ramiz. Ikkinchi bo'limgacha o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishamiz do'stlar.